Şərqi Türkistandan ibarət bu müqəddəs zəminnin həqiqi egisi bolğan Uyğurlar şu tuproqның egisi bo'lib qolganligi sababli tarixdan buyon dahshatli izilish, qirilib yo'q qilinish tragediyalarini boshdan kechirmoqda. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgan kundan e'tiboran beshimizga kelmagan kulfatlar qolmadi. Xitoyning Uyg'ur xalqini paydan pay, darajami daraja, turkumga bo'lib yo'q qilishlari oldida biz o'zimizning chorisizligimizni, yolg'izligimizni takrar his qildik. Har bir qonli qirg'inchilikni yuraklarimizni tilg'ab turib beshimizdan kechirdik. Qalblarimizga qon bilan o'ydik. Bu intiqomlarni Allohga havola qildik. Shundoq Uyg'ur xalqining yana bir qonliq yarisi Shovgandagi qonliq voqea Uyg'ur tarixidagi unutilmas bir voqeadir. Shundoqla 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining dastlabki piltisidir. Bundan 10 yil avvalgi bugun, ya'ni 26-iyun sahar soat 5da Guangdong o'lkasi Shovgan shahri Shuri o'yinchiq zavodining yotoq rayonida Qashqar Konishar noyisidan 5-chi emgak kuchi bahonasi bilan majburiy yo'tkab elib kelinib ishlayotgan 800 dak Uyg'ur kechilik uyqusini uxlayotganda qo'llarida palti pichoq va temir kaltaklar bilan to'liq qurollangan 5000 dan ortiq Xitoyning tayoq to'qmiqi til ahontiga va rahimsizlarcha o'ltirishiga duch keldi. Çatal axborotlarning qaydida mazkur voqeada 18 nafar Uyg'urning o'lganligi, necha yuzlagan Uyg'urlarning yaralanganligi ilgari surilsa-mu, Xitoy hukumatı hozirgacha o'lgan Uyg'urlarning sonini 2 nafar, yaralangan Uyg'urlarning sonini 118 nafar deb keldi. Voqeaning milliy kamsitish sababidan yuz berganligi ochiq oshkor turib, Xitoy hukumatı bu voqeaning javobgarlarini surishti qilmadi. Xitoylarning irqiy o'chmanligi sababli yuz bergan bu fojiani vaqtida adil bir taraf qilmaganligiga norozi bo'lgan Uyg'ur xalqi 5-iyul Urumchida Xitoy hukumatining Shovgan voqeasini adil bir taraf qilishini, Uyg'ur yoshlarini arzon emgak kuchi sifatida Xitoy o'lkalariga yo'tkashni to'xtatishini talab qilib, tinish yo'l bilan keng ko'lamli namoyish elib bordi. Afsus, bu namoyishda Xitoy razil qiyofatini texmo to'liq oshkor qilib, yo'lliq namoyishimizni qonliq bostirdi. Nurg'unlagan yosh qiz-yigitlarimiz shahid qilindi. Yana nurg'un Uyg'urlarimizning hozirgacha izderiki bo'lmadi. Xitoy hukumatı ta hozirgacha shu qitimliq voqeani yoshirib, axborotni kontrol qilib, bu qo'rqinchli oqibati shunchalik echinishli tarixiy voqeaning javobgarligidan qochmoqda. Bu qonliq tarix ochiq kashmish 10 yildan beri birmi Uyg'urning esidan ko'tarilgani yo'q. 10 yildan buyon muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonning egilari bu haqliq davosini butun dunyoga anglatish uchun to'xtamay kurash qilmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar 26-iyun Shovgan qirg'inchiligi va 5-iyul Urumchi qonliq qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan keng ko'lamli namoyish elib berish uchun tayyorlik qilmoqda. Mush munosabat bilan stansimiz muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarni 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi namoyishida o'zining bir kishilik majburiyatini ado qilishga chaqiriq qiladi. Biz bu jinoyatning haqiqiy da'vogarlarimiz. Sukutda turmayli.